Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hayot tilim YouTube kanaliga hoş geldiniz. Men Ababakr Ma'lum bo'laman. Bugungi darsimizda ingliz tili ilippəsidagi ikki harf, ya'ni O bilan U larning o'xshamagan so'zlarda kelganda anglatadigan o'xshamagan tovush ahanglarini o'rganamiz. O harfining jami 5 xil tovush ahangi bor bo'lib, ularning birinchisi A tovush ahangi. Masalan, Monday, Monday. Sun, sun. Ton, ton. O harfining ikkinchi xil tovush ahangi bo'lib, masalan, occur, occur. Oppose, oppose. Oppose degan bu so'zda diqqat qilish kerakki, bu yerda bizning ko'zda tutayotganimiz birinchi O harfi, jumi ikkinchi O harfi emas. Ikkinchi O harfi O o'qildi. Birinchi O harfini ko'zda tutyapmiz, ya'ni o'qiladigan birinchi O harfi qartilgan. Yana bir qatim o'qiymiz. Oppose, oppose. Official, official. Xo'sh, O harfining uchinchi xil tovush ahangi O bo'lib, biz hozir ikkinchi misolda ko'rgandek O, ya'ni ikkinchi misoldagi oppose degan so'zdagi ikkinchi bo'g'imdagi O o'qilishi o'xshash o'qildi. Biz bugun so'zlayotgan uchinchi xil tovush ahangi naq shu. Bu tovush ahangiga misol olsak, obey, obey. Hope, hope. Cone, cone. O harfining to'rtinchi xil tovush ahangi so'zilgan O bo'lib, masalan, off, off. October, October. Object, object. O harfining eng oxirgi tovush ahangi, ya'ni 5-chi xil tovush ahangi, bu nayt alayda, nayt kam uchraydigan bir tovush ahangi bo'lib, bir degan so'zda, masalan, wah deb o'qildi. Once degan so'zdimi wah deb o'qildi. Haliqi o'qish qoidamizga solsak, one, one. Once, once. Xo'sh, bugungi ikkinchi harfimiz U harfiga kelsak, U harfining jami 3 xil tovush ahangi bor bo'lib, birinchisi A tovush ahangi, masalan, up, up. But, but. Hub, hub. U harfining ikkinchi xil tovush ahangi bo'lib, masalan, upon, upon. Urge, urge. Turn, turn. U harfining uchinchi xil tovush ahangi U bo'lib, masalan, unit, unit. University, university. Use, use.